Siz jonli efirda O'zbekiston vaqti bilan dasturini tomosha qilyapsiz. Dasturimiz esa davom etadi. Bugun dunyoda muhandis va texnologlar tayyorlashda eng muhim omil auditoriyadan tashqarida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar hisoblanadi. Xalqaro tajribaga qarasak, Amerika Qo'shma Shtatlari, Janubiy Koreya va Germaniyada talabalarning ilmiy loyihalari real sanoat muammolarini hal qilishga qaratilgan. Ana shunday yondashuv yoshlarni tayyor mutaxassis emas, balki yangi yechimlar muallifiga aylantiradi. O'zbekistonda ham oliy ta'lim tizimida shunday muhit shakllanmoqda. Telekommunikatsiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ilmiy tadqiqotlar orqali innovatsion g'oyalarni sinovdan o'tkazmoqda. Muhimi, bu jarayonda ustozlarimiz ham rahbar sifatida qatnashib, talabalarni mustaqil fikrlash va muhandislik yondashuviga yo'naltiryapti. Natijada ilmiy laboratoriyalar yoshlar uchun faqat ta'lim joyi emas, balki kelajak texnologiyalari yaratilayotgan makonga aylanmoqda. Bizning keyingi lavhamiz ana shunday olganda muhitda shakllanayotgan xorazmlik yosh ixtirochilar haqida bo'ladi. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Elektronika, kommunikatsiya sohalari bu oddiy yo'nalishdek tuyulishi mumkin, lekin buni aql bilan ishlatadigan bo'lsak, mana shunday foydali bo'lgan loyihalarga ham qo'l urilayotganligini kuzatishimiz mumkin. Ayni paytda bu so'z yurtmoqchi bo'lgan talabalar ana shu yo'nalishda tahsil olishadi va ko'plab foydali bo'lgan loyihalarga ham qo'l urishgan. Bugungi reportajimizda ana shularga to'xtalamiz. Telekommunikatsiya injiniringi kafedrasida tahsil olayotgan talabalar nafaqat dars jarayonlarida bilim olyapti, balki o'z g'oyalarini amaliy ixtirolarga aylantirishga ham muvaffaq bo'lyapti. Smart garaji proyektini ishlatibmiz. Chetdan importatib olganmiz. Hozirgi vaqtda o'zimiz ishlab chiqarsak bo'ladi. Buni vazifasi shu mashinaga endi avtomatik garajni ochadi. Datchik qismi ko'tarish uchun motor. Hozirgi kunda ilova qismini o'ylab turibmiz. Texnik nosozlik bo'lib qolsa, shu ilova orqali ochadigan variantni ham ishlab turibmiz ustunda. Talabalar tomonidan ishlab chiqilgan mazkur qurilma ekologik muammolarni bartaraf qilishda samarali yechim bo'ladi. Bugungi kunda ushbu qurilmalar Urganch shahridagi 20 dan ortiq chiqindixonalarga tajriba sifatida o'rnatilgan. Bu qurilmamiz elektronika laboratoriya xonasida barcha jihozlarga ega holada domlalar ko'magida yaratilgan. Odatda bunday qurilmalar Arduino Uno yoki ESP32 mikroprotsessorlari bilan yaratiladi. Qurilmamiz Wi-Fi orqali tarmoqqa hidning darajasini uzatib berib turadi. Bu qurilmaning yana bir afzalligidan biri, bu qurilma asosan 5 vattda ishlaydi. Ya'ni bu qurilmani oddiy powerbank yoki bitta batareyada ham ishlatish mumkin. Prototip tarzida o'rnatilgan va saytga ma'lumotlar kelmoqda va biz sayt orqali hozirda Urganch shahridagi chiqindixonalarda qanchalik zaharli hid tarqalayotganini, qanchalik foizda tarqalayotganini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu loyihamiz va qo'shimcha loyihalarni amaliyotga tatbiq qilgan holatda to'liq Urganch shahrini raqamlilashtirish loyihasiga hissamizni qo'shish niyatidamiz. Ular uchun auditoriya, tajriba maydoni, laboratoriya esa yangi texnologiyalar tug'ilayotgan maskanga aylangan. E'tiborli jihati shundaki, bu ixtirolar faqat nazariyada qolib ketmayapti. Talabalar o'z loyihalarini startap sifatida rivojlantirish, tanlov va grantlarda ishtirok etish, ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega. Bu esa ularni ertadanoq raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllantirmoqda. Bu qurilma asosan xonalardagi haroratni va namlikni o'lchab uzatib turadi. Avvallari maktabda oddiy termometr bo'lardi, uning ichida simopi bo'lardi. Ham har safar kelib uni yozib ketadilar. Kundan 3 gradus xonaning issiqligi deb. Bundasi o'zi saytda uzatib turadi, uni ko'rib nazorat etib borishlari mumkin. Hozir qurilmamizda xonamizdagi harorat 23 gradus va biz o'tirgan xona 16-xona. Xonamizda namlik esa 44% bo'lib turibdi. Kafedrada talabalar aqlli aloqa qurilmalari, masofaviy boshqaruv tizimlari, signallarni qayta ishlash va axborot uzatishni tezlashtiruvchi yechimlar ustida ish olib bormoqda. Elektronika va sxemalar fani bu nanoelektronika tizimining asosi hisoblanadi. Nanoelektronikada qo'llaniladigan barcha elementlarning bazaviy tushunchalarini elektronika va sxemalar fanida o'rganiladi. Bugungi kunda talabalarimiz ham shu asosan analog va raqamli elementlarni tanlash hamda ishlatish yuzasidan elektronika va sxemalar fani o'qitiladi. Bugungi talaba ixtirochilar ertangi aloqa sohasini rivojlantiradigan mutaxassislardir. Loyihamiz qozonxonadagi aylanadigan suvni, kirish suvi va chiqish suvini haroratini aniqlash uchun ishlatiladi. ESP32 LCD displey va harorat datchiki bo'ladi. Loyihani yaratishdan maqsad maktab, shifoxona, bog'chalarda gaz sarfini aniqlash uchun
ishlatiladi. Eski qurilma bor edi, 220 vatt ishlatiladi. Hozir bu 5 vattda ishlaydi. Ham gaz tejaladi, ham energiya tejaladi. Hozirgi kunda bu loyihamiz o'zini oqladi va buyurtma asosida bu qurilmadan 100 ga yaqin ishlab turibmiz. Yevropa Ittifoqining Erasmus Plus loyihasi doirasida aynan mana shu laboratoriyani tashkil etilganligini guvoh bo'lishimiz mumkin. E'tiborli tomoni olib kelingan uskunalar yordamida bevosita bu yerda talabalar ilmiy izlanishlar olib borishmoqda va bu esa o'z navbatida yangiliklarga va ijobiy o'zgarishlarga ham zamin yaratishi shubhasiz. Fotonika va optika aloqa laboratoriyasini tashkil etish uchun 600 ming yevrolik grant mablag'lari ajratilgan. Bugungi kunda zamonaviy telekommunikatsiya sohasining eng ilg'or yo'nalishlarini o'rganish va amaliyotga tatbiq etish imkonini beradigan ilmiy ta'lim maskani faoliyat olib bormoqda. Bu yerda axborotni yorug'lik impulslari orqali uzatish, yuqori tezlik va aniqlikka erishish texnologiyalari chuqur o'rganiladi. Birinchi marta bizda fotonika va optik aloqa mutaxassisligi bo'yicha bitiruvchi talabalar hisoblanadi. Ular shu ishlab chiqarish sohasiga borib, hozirda bizda mavjud bo'lmagan kadrlar sifatida demak ishlash imkoniyatlari paydo bo'ladi. Belgiya, Bryussel universiteti, Turin politexnika universitetiga borib, bu laboratoriyalarni ilmiy ishlarni bajarish bo'yicha ular bilan hamkorlikda ko'rsatmalarni olganmiz va shu olingan bilimlar asosida hozirgi vaqtda talabalarga shu laboratoriya qurilmalaridan foydalanish bo'yicha demak tavsiyalar berib kelmoqdamiz. Fotonika sohasida juda ko'plab yangiliklar amalga oshirilmoqda. Jumladan tibbiyot sohasida ham fotonika juda katta ahamiyat kasb etadi. Hozirda lazer nur yordamida tig'siz kesmasdan qondagi shakar miqdori va anemiya kabi kasalliklarni analiz qilish imkoniyatini beruvchi qurilmalar yaratilmoqda. Toladagi o'zgarishlarni mana shu qurilmalar orqali biz ilmiy ishlarimizni olib borib turibmiz. Toladagi quvvatini va interferensiya manzarasini kuzatishimiz mumkin. Bu lazer qurilmamiz bu optik toladan o'tib turibdi. Nurni quvvatini o'zgarishini mana bu optikal powermetrda kuzatishimiz mumkin. Harorat qancha ortgani sayin toladagi yo'qotishlari shuncha ortadi. Ilmiy izlanish natijasida optik tolaning bardoshliligini oshirishimiz uchun hozirda materiallar yaratmoqdamiz. Belgiyadagi nufuzli vrach universitetining 6 oylik dasturi orqali borayotirman. Olgan natijalarimizni, bilimlarimizni O'zbekistonga qaytib kelib ulashish niyatidamiz. Ta'lim muassasasida tashkil etilgan telekommunikatsiya va fotonika optik aloqa laboratoriyalari bu nazariya va amaliyot uyg'unligi, innovatsiya va ilm chorrahasida joylashgan muhit bo'lib, u kelajakda raqobatbardosh zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashda muhim o'rin tutadi.